Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadida, kim Madinaga kelib mening qabrimni ziyorat qilsa, xuddiki men tirik bo'lgan paytimda meni ziyorat qilgandek bo'ladi degan hadislar bor. Ashraf al-Tahonaviy bu hadisni keltiradi. Umra masalasiga tegishli bo'lgan masalada keltiradi. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni demak tirik bo'lgan paytda oldilariga borgandek bo'lar ekansizda. Qabrlarini borib sig'inish demayapti. Masalan, tushuning, qabrlarni ziyorat. Assalomu alayka ya Rasululloh. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. yoki o'tirib Qur'on o'qib savobni bag'ishlashlik. Mana shu bilan payg'ambar alayhisolamning ziyorati nima bo'ladi? Ado bo'ladi. Kishi xuddi Rasulullohni tirikligini ziyorat qilgandek bo'ladi. Mana bu maqom, bu martaba davr qiyomatgacha keladigan siz biz ummatlarga inom, go'zal bashorat inshaalloh. Hammamizga nasib qilsin shu joylarga borishni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadida,